Nazarbek tumanini yaxshi ko'radigan okalar videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, yaxshiroq o'tirib olinglar. Sizlar uchun bitta zo'r xonadon topib qo'ydik. 475 sotixdan iborat bo'lgan aynan shu xonadonimizdan bitta sizlarga obzorlik bermoqchimiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hech qanaqa videolar chiqqanda tezroq ulgurib qolinglar. Mahallaning ko'chasini ko'rib turibsizlar. Qop-qora asfalt bo'ldi, tip-tiniq, juda ham chiroyli ko'cha ekan. Suv, svet, gaz, internet, afalar hech qanaqa muammogarchilik ketdik. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimizda hovlimizni ko'rib turibsizlar. Darvozaxona bemalol ikkita mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli holga olib kelib qo'yganlar. Ko'rib turganingizda tayyor xonadon. Kirish kerak, yashash kerak. Oyoq tagiga bitta burchatka bilan travertin sepib borsanglar, juda ham chiroyli holat keladi. Hovlimizni ko'rib turibsizlar. Oldi qismiga uylari tushyapti, pastki qismiga esa огородlar bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizda bir tekis qilib shu ag'darib chiroyli holatga olib kelib qo'yishgan mevali daraxtlar ekib, uyimizning ichida mebel texnikalar bilan shuni tashlab ketamiz. Deyapti. Hozirgi paytda egalar bilan kelishgan holatda zo'rg'a sizlar uchun 135 ming dollar gaplashib qo'ydik. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariy fikrlarni qoldirib ketinglar. Mabodo uyimiz qiziq bo'lib, kerak bo'ladigan bo'lsa, egalar nomeri qoldiramiz. Telefon ulgurib qolinglar. Pastda podval ikkita xonaga bo'lingan cho'tka qilib uy tagiga tushyapti. Ketdi uy ichiga kirib, uy ichini ko'rib chiqamiz. Asosiy eshigimizdan kirganimizda o'rta, kattagina hovlimizni ko'rib turibsiz. Uyimizni katta, kengligiga ahamiyat berib qo'yib, bitta like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Eshigimizdan kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizga ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz tushyapti. Ko'rib turganingizda, oshxonani orqa tarafini ko'radigan bo'lsak, alohida bitta bolalar uchun o'g'il bolalar chiroyli yotoqxona qilib qo'yilgan. Uyimizda nima ko'rib turgan bo'lsangiz, xuddi shunday holatda qolar ekan, faqat kiyim-kech idishlar ochiq ketadi xolos. Yotoqxonaning yon tarafida razdelniy holatda sanuzel tushyapti. Hojatxonalar bu taraf rakvinalar bilan yon tarafini ko'radigan bo'lsak, alohida sanuzelni yon tarafini ko'radigan bo'lsak, alohida bitta qizlar uchun chiroyli yotoqxona qilib qo'yilgan va eng oxirgi yotoqxonamiz aynan bu yon tarafiga tushyapti. Ahamiyat berib qo'ysangiz bo'ladi. Kattalar yotoqxonamiz bo'ldi. Aytganimizda uyimizdan faqat kiyim-kech idishlar ochiq ketadi. Uyimiz isitish sistemasi batareya hamda to'pli pol orqali bo'lyapti. Koridor bilan kattalar yotoqxonamizning ichida to'pli pol yo'q, faqat batareya orqali isitilinyapti. Lekin qolgan xonalarning ichida to'pli pol ham qadrdonlar mavjud. Mabodo uyimiz qiziq bo'lib, kerak bo'ladigan bo'lsa, egalar nomeri qoldiramiz. Telefon ulgurib qolinglar.